kirish mumkin emas deb yozib qo'yibdi. Faqat yahudiylarning o'zi yashagan. Haybar g'azoti bo'lgan joyga keldik. Aynan mana shu joyda 1400 yildan oldin Haybar g'azoti bo'lgan. Tomonlari berk ekan, mana. Narigi tomonda ham qo'riqchilar turibdi. Lekin mana bu uylarni qaranglar. Endi bilmadim, bu aynan urushdan qolgan uylar emas bular, bilinib turibdi. Bundan u tomonida toshdan qurilgan uylar bor ekan. Aynan o'sha joylar Haybar g'azotidan qolgan eski joylar. Mana bu tomonlarni ham endi ko'rsanglar. Ko'rqilinglar, mana shu joyda, ya'ni Haybarda bir davrlarda faqat yahudiylarning o'zi yashagan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Haybar g'azoti bo'lishligidan oldin 10 ming insonga qarshi 1400 ta musulmonlar qarshi jang qilgan va musulmonlar g'olib bo'lgan. Mana shu qishloqda faqatgina yahudiylar bo'lgan va biz musulmonlar tomonidan bu yerlar fath qilingan. Lekin aynan mana shu uylar mana shu eski davrlardan qolganga o'xshayapti, chunki mana ko'rsangiz bo'ladi, oddiy toshdan qurilgan. Mana bulari esa keyinroq qurilgan.